Hop, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun bizda sotuvda 3-pozitsiya Gentra avtomobilimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 425 ming yurgan qora rangli mashinamiz holatlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, 4 ta yaxshi yumshoq balonlar taqilgan, LED farlarda 906 pultlari bor, metan gazli ustanovkalar qilingan. Salon ko'rinishlarini ko'radigan bo'lsanglar, mana salonlari lyuka bor, avtomat korobka, ABS konditsionerlari bor. Chexollar bilan urinib qolmagan, pataloklari yaxshi holatda turibdi, metan gazli ustanovkalar qilingan. Mashinamizni tan narxini 98 million so'm etib belgiladik. Mashinamiz naqd pulga sotiladi. Kimga qiziqsa aloqaga chiqib baraka qilishlari mumkin. Kraskasiga keladigan bo'lsanglar, kraskasi oldi kapotida bor ekan, yarmida, kriloda, keyin qaysidir eshigida kraskasi bor ekan. O'zlaring uchun bemalol tekshirib, proverka qildirib olsalaring bo'ladi. Ichiga o'tmagan mashinamiz mana qora qidirib yurgan tanishlarga tashib qo'yamiz. Manzilimiz Jizzax shahri, prospekt Almas kafe ro'parasida. Telefon raqamlarimiz 94 344 81 11 raqamlariga aloqaga chiqishlaring mumkin. Kelinglar, ko'ringlar, ma'qul kelsa mana baraka qilib olib ketsalaring bo'ladi. Sog' bo'lasizlar. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.